Navbatdagi darvoza gibrid fason deb ataladi. Asosan bu yerda qo'l mehnatidan foydalanilgan, materiallar qalin. Mana bu gibka deymiz, ya'ni pechatli darvozani ikkita varianti qo'shilgan xolos. Ya'ni 1.2 qalinlikda. Qolgani esa 1.8, 1.5 listlardan va profilidan foydalanilgan. Atrofi 8 ga 10, pastda esa 8 lik shiveler, 6 ga 4 profildan yasalgan. Tepadagi lazer gullari ham 1.8 listdan. Qanotlar ko'rib turganingizdek tashqariga ochiladi, kalitga o'ng tomonda. Vodiy va Toshkent bo'ylab o'rnatib berish ichida bo'ladi. Qo'shimcha ekrandagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin.